Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan shunchaki muhim emas, balki hayotingizga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yengillashtirishi mumkin bo'lgan juda dolzarb mavzuni muhokama qilmoqchiman. Hozirgi davrda kommunal to'lovlar, xususan gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlar ko'pchilikning oilaviy byudjetida katta o'rin tutadi. Ayniqsa havo harorati turlicha bo'lgan, isitishga bo'lgan ehtiyoj hali to'liq yo'qolmagan, ammo iqtisodiy vaziyat ham o'ziga yarasha talablar qo'yayotgan aprel oyida bu masala yanada keskin tus oladi. Ko'pchilik har oy bu to'lovlarni qanday qilib qoplashni o'ylaydi, qayerdan tejashni bilmaydi. Shu sababli agar siz elektr energiyasi va gaz uchun to'lovlaringizni qanday qilib kamaytirish yoki hatto ma'lum bir sharoitlarda butunlay to'lamaslik haqida bilmoqchi bo'lsangiz, demak siz to'g'ri joyga keldingiz. Men bugun sizga aynan shunday imkoniyat haqida aniqrog'i aprel oyida kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlar va ularni qanday rasmiylashtirish haqida barcha tafsilotlarni tushuntirib beraman. Bu ma'lumot sizning har biringiz uchun o'ta muhim bo'lib, o'tkazib yuborishingiz mumkin bo'lmagan noyob imkoniyatdir. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang, kanalga hoziroq obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, chunki bu ma'lumot juda ko'p insonlarga yetib borishi kerak. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari, ya'ni yaqin o'tmishda kommunal to'lovlar tizimi ancha sodda va birchil edi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Har bir xonadon, har bir iste'molchi belgilangan tariflar bo'yicha elektr energiyasi va gaz uchun o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshirishi shart edi. Albatta ma'lum toifadagi fuqarolar uchun, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, nogironligi bor shaxslar, ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun kichikroq miqyosdagi imtiyozlar mavjud edi. Ammo bu imtiyozlar ko'pincha universal xarakterga ega emas edi va ularning doirasi cheklangan edi. Ko'pincha bu imtiyozlar faqat ma'lum bir foiz chegirmasini tashkil etar edi. To'liq ozod qilish holatlari juda kam edi. Hukumatning ijtimoiy himoya siyosati doirasida aholining turli qatlamlariga, ayniqsa iqtisodiy jihatdan zaif hisoblangan oilalarga ko'maklashish maqsadida so'nggi yillarda bir qator muhim o'zgarishlar amalga oshirildi. Ayniqsa inflyatsiya darajasi oshib borayotgan, energiya resurslariga bo'lgan talab va naqslar global miqyosda o'zgarib turgan hozirgi sharoitda aholining eng muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash davlatning ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Shu sababli aprel oyida amalga oshiriladigan yangi keng qamrovli dastur joriy etildi. Bu dastur avvalgi cheklangan imtiyozlardan tubdan farq qiladi. Chunki uni faqat chegirma beradi, balki ma'lum bir toifadagi fuqarolar uchun butunlay nol to'lov shartlarini yaratishi mumkin. Asosan bu ijtimoiy adolat tamoyillarini ta'minlashga qaratilgan. Energiya iste'moli bo'yicha yordamga muhtoj oilalarni aniq nishonga olgan bir mexanizmdir. Bu shunchaki tejash emas, balki ijtimoiy himoyani kuchaytirishga qaratilgan fundamental o'zgarishdir. Asosiy qism bet nimalarni bilish kerak, kimlar savotirlanishi kerak va kimlar savotirlanmasligi kerak. Bu yangi dastur va imtiyozlar barchaga ham birdek tegishli emasligini tushunish juda muhimdir. U aniq belgilangan mezonlarga javob beradigan fuqarolar va oilalar uchun mo'ljallangan. Keling, bu mezonlarni va kimlar bu imtiyozdan foydalanishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqaylik. Nimalarni bilish kerak? Eng avvalo, bu dastur ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oilalar uchun mo'ljallangan. Bu reyestr davlat tomonidan yordamga muhtoj deb topilgan, daromadi belgilangan, eng kam miqdordan past bo'lgan oilalarni o'z ichiga oladi. Agar siz allaqachon ushbu reyestrda bo'lsangiz, demak siz allaqachon dasturdan foydalanishga nomzod hisoblanasiz. Bu holatda sizga qo'shimcha hech qanday harakat qilish shart emas. Chunki tizim avtomatik ravishda sizning holatingizni aniqlaydi va aprel oyi uchun gaz va elektr energiyasi to'lovlarini qoplash bo'yicha mexanizmni ishga tushiradi. Sizga kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlaridan aprel oyi uchun nol hisob varaqasi kelishi yoki oldingi oylardagi to'lovlar uchun hosil bo'lgan qarzdorlik qoplab berilishi mumkin. Bu juda muhim jihat, chunki avtomatlashtirish jarayonni sezilarli darajada soddalashtiradi. Kimlar savotirlanishi kerak? Bu yerda savotirlanish deganim imtiyozlardan beksabar qolmaslik va ularni qo'ldan boy bermaslik ma'nosida. Agar siz taba intitida potto gaji tashkotim gaja kan palakshitsa lodoq potto daromadi past oila a'zosi bo'lsangiz, sizning oilangizning umumiy o'rtacha oylik daromadi har bir oila a'zosiga belgilangan eng kam iste'mol xarajatidan kam bo'lsa, siz ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilishingiz mumkin. Masalan, agar sizning oilangizda 4 kishi bo'lib,
Har bir kişi üçün en kam istemol sarajati 240 som deb belgilangan bolsa, sizning oilangizning umumiy oylik daromadi tuanat vian somdan kam bo'lishi kerak. Bu aniq raqamlar doimiy ravishda o'zgarishi mumkin. Shuning uchun eng so'nggi ma'lumotlarni tekshirib olish muhimdir. Agar siz shu toifaga kirib, hali reyestrda bo'lmasangiz, siz zudlik bilan davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilishingiz kerak. Idwa nafaqashor yoki nogironligi bor shaxs bo'lsangiz, ko'pincha nafaqashorlar va nogironligi bor shaxslar ma'lum bir ijtimoiy himoya dasturlariga avtomatik tarzda kiritiladi, lekin shunga qaramay ularning barchasi ham yagona reyestrda bo'lmasligi mumkin. Misol uchun bir pensioner yolg'iz yashaydi va uning pensiyasi o'rtacha darajada. Uning gaz va svetga sarfi oyiga tayinstad so'mni tashkil qiladi. Agar uning pensiyasi minimal iste'mol sarajatidan yuqori bo'lsa, ham u boshqa ijroqqa ijibde tenjit tuti emding mo moyizo andi mezonlarga ko'ra reyestrga kiritilishi mumkin. Agar siz shunday vaziyatda bo'lsangiz, lekin hali reyestrda yo'q bo'lsangiz, zudlik bilan murojaat qiling. 3. Boquvchisini yo'qotgan oila bo'lsangiz, ayniqsa yosh bolalari bor, boquvchisi vafot etgan oilalar davlat tomonidan alohida e'tiborga olinadi. Masalan, 3 nafar yosh bolasi bor yolg'iz ona, bolalarining yoshi 5 vaqtida. Uning oylik daromadi bolalar nafaqasi va kichikroq ishi hisobiga 7 so'mni tashkil etadi. Bu oila yagona reyestrga kiritilishi shart va ular aprel oyida to'lovlardan to'liq ozod qilinishi mumkin. Agar siz hali reyestrda bo'lmasangiz, darhol harakat qiling. 4. Ijarda yashaydigan, ammo daromadi past oila bo'lsangiz. Ba'zan ijarda yashayotgan oilalar o'z yashash manzili bo'yicha ro'yxatdan o'tmagan bo'lishi mumkin. Ammo agar ularning daromadi past bo'lsa va ular ehtiyojmand oila deb topilsa, ular ham reyestrga kiritilishi mumkin. Bu holatda ijara shartnomasi va haqiqiy yashash joyini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, bir yosh oila, xotin va bitta farzand. Ular shaharda ijara uyda yashaydi. Erning oylik daromadi 200,000 so'm, xotin ishlamaydi. Ularning gaz va svet uchun oylik to'lovi 250,000 so'm. Bu oila ham reyestrga kirish uchun nomzod hisoblanadi. Kimlar savotirlanmasligi kerak? Agar sizning oilangizning daromadi belgilangan mezonlardan yuqori bo'lsa, siz allaqachon to'lov qobiliyatiga ega bo'lsangiz va ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilmagan bo'lsangiz, unda siz aprel oyidagi ushbu imtiyozlardan foydalana olmaysiz. Bu dastur umumiy aholi uchun emas, balki aniq nishonga olingan, davlat yordamiga muhtoj deb topilgan oilalar uchun yaratilgan. Savotirlanmaslik deganim, sizning bu imtiyozlarga ehtiyojingiz yo'q degani va siz o'z to'lov qobiliyatingizni saqlab qolganingizdan xursand bo'lishingiz mumkin. Masalan, o'rtacha yoki yuqori daromadga ega bo'lgan oilalar, tadbirkorlar yoki yuqori lavozimli ishchilar bu dasturdan foydalana olmaydilar. Ular o'z kommunal to'lovlarini odatdagidek amalga oshirishlari shart. Misollar. Birinchi misol, Ahmad akaning oilasi 5 kishidan iborat. Ahmad aka turmush o'rtog'i, 2 nafar voyaga yetmagan farzandi va keksa onasi. Ahmad aka doimiy ish joyiga ega emas, vaqti bilan qora mehnat qilib kun ko'radi. Ularning oylik umumiy daromadi par 200,000 so'mni tashkil etadi. Har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan daromad 180,000 so'mdan iborat. Bu esa belgilangan eng kam iste'mol sarajatidan ancha past. Ular aprel oyida gaz va elektr energiyasi uchun 0 so'm to'laydilar. Ya'ni ularning 270,000 so'mlik gaz va 350,000 so'mlik elektr energiyasi uchun umumiy 630,000 so'mlik to'lovi davlat tomonidan qoplanadi. Bu oila allaqachon yagona reyestrda ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Ikkinchi misol, Nodira opa yolg'iz ona 2 nafar farzandini katta qiladi. Erining vafotidan so'ng davlatdan boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladi. Oilaning umumiy daromadi 1,000 so'm atrofida. Ular ham ijtimoiy himoya yagona reyestrida. Ularning aprel oyidagi gaz uchun 260,000 so'm va elektr energiyasi uchun 260,000 so'm hisob varagi butunlay davlat tomonidan qoplanadi. Agar ular reyestrda bo'lmasa, darhol DXMga murojaat qilishlari kerak. Uchinchi misol, Temur aka va uning turmush o'rtog'i pensionerdirlar. Ularning umumiy pensiyasi 2,500,000 so'mni tashkil etadi. Ular o'z uyida yashaydi va boshqa daromadlari yo'q. Garchi ularning daromadi past deb hisoblanmasa-da, agar ular ilgari
moya yagona reyestriga nogironligi bor shaxs sifatida yoki boshqa ijtimoiy mezonlar asosida kiritilgan bo'lsa, ular ham bu imtiyozdan foydalanishlari mumkin. Ammo agar ular faqat pensioner bo'lsa va daromadi belgilangan mezonlardan yuqori bo'lsa, ular imtiyozga ega bo'lmaydi. Ular oyiga 200 bin so'm gaz va 260 bin so'm svet to'laydi. 4-chi misol, 1 yosh oila hali farzandi yo'q. İkkisi ham ishlaydi. Erning oylik maoshi 3000 bin so'm, xotinning oylik maoshi 2500 bin so'm. Ularning umumiy oylik daromadi 5500 bin so'm. Bu oila yuqorida keltirilgan mezonlarga umuman mos kelmaydi. Ular ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilmagan va ular aprel oyda gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlarni odatdagidek amalga oshirishlari shart. Ularning aprel oydagi taxminan 400 filan so'mlik kommunal to'lovlari o'z hisoblaridan qoplanadi. Asosiy qism Q. Qoidadan istisnolar, kamchiliklar va noaniq nuanslar har qanday dasturda bo'lgani kabi ushbu imtiyozlarda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berilishi kerak bo'lgan kamchiliklar va tushunarsizlik tuyuladigan nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab tushunmovchiliklar va sargardonliklardan qutqaradi. Birinchi istisno qarzdorlik masalasi. Agar sizda o'tgan oylardan katta qarzdorlik bo'lsa, ba'zi hollarda bu aprel oyidagi imtiyozni qo'llashga ta'sir qilishi mumkin. Garchi dastur aprel oyi to'lovlarini qoplashga qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar avtomatlashtirilgan tizimda avvalgi qarzdorlikni birinchi o'ringa qo'yishi mumkin. Ya'ni aprel oyidagi to'lov o'rniga avvalgi qarzingiz qoplanishi mumkin. Bu texnik xususiyat bo'lib, har doim ham shunday bo'lmaydi, ammo ehtimol bor. Shuning uchun imtiyozdan to'liq foydalanish uchun iloji bo'lsa, oldingi qarzdorliklarni to'lab qo'yish tavsiya etiladi. Ba'zida esa imtiyoz to'liq qarzdorlikni qoplashga yo'naltirilishi mumkin. Bu haqda davlat xizmatlari markazlarida aniq ma'lumot olish zarur. Ikkinchi istisno, yangi reyestrga kiritilganlar. Agar siz shu aprel oyida yoki undan biroz oldin ijtimoiy himoya yagona reyestriga birinchi marta kiritilgan bo'lsangiz, tizimga ma'lumotlaringiz to'liq kiritilib, qayta ishlanishiga biroz vaqt ketishi mumkin. Bu degani siz aprel oyi uchun hisob-kitob varaqasini odatdagidek olishingiz mumkin. Bunday holatda siz darhol to'lovni amalga oshirmang. Balki davlat xizmatlari markazlariga yoki mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilib, o'zingizning holatingizni tushuntiring va tasdiqlang. Ko'pincha tizim yangilangandan so'ng ortiqcha to'lov avtomatik ravishda keyingi oylardagi to'lovlardan chegirib tashlanadi yoki sizga qaytariladi. Misol, Dilnoza opaning oilasi mart oyining oksirida reyestrga kiritilgan. Aprel oyida ularga 250 bin so'm hisob varaq kelgan. Agar u to'lamasdan turib DXMga murojaat qilsa, uning ma'lumoti tasdiqlanib, to'lov majburiyati bekor qilinadi. Kamchiliklar va noaniq nuanslar. Yedan murojaat qilish jarayonidagi byurokratik to'siqlar. Garchi davlat xizmatlari markazlari bu jarayonni ancha soddalashtirgan bo'lsa-da, ba'zida hujjatlarni to'plashda yoki ma'lumotlarni tekshirishda kichik kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Aholining barcha qatlami ham internetdan foydalanish ko'nikmasiga ega emasligini hisobga olsak, online arizalarni to'ldirishda ham qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin. Bu asosan keksa yoshdagilar yoki teknologiyadan uzoq bo'lgan insonlar uchun dolzarb. Ikki, ma'lumotlar almashinuvi bilan bog'liq muammolar. Ba'zida davlat xizmatlari markazlari, mahalla fuqarolar yig'ini va kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi sekinlashishi yoki qisatoliklarga yo'l qo'yilishi mumkin. Bu esa fuqarolarning to'lov majburiyati bor yo'qligini aniqlashda chalkashliklarga olib kelishi mumkin. Masalan, siz reyestrda bo'lsangiz ham sizga noqonuniy ravishda ogohlantirishlar kelishi yoki xizmat ko'rsatish cheklanishi mumkin. Bunday vaziyatlarda har doim rasmiy hujjatlar, reyestrga kiritilganlik haqidagi ma'lumotnoma bilan murojaat qilish kerak. Uchinchi muddati cheklangan imtiyoz. E'tibor bering, bu imtiyoz aynan aprel oyi uchun belgilangan bo'lishi mumkin. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, keyingi oylarda ham uzaytirilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin, ammo hozircha aniq faqat aprel oyi nazarda tutilgan. Bu degani ise zamani elit may ayat ala ayedada tadda azar odatdagidek to'lovlarni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Agar yangi qaror qabul qilinmasa, shuning uchun bu imtiyozni doimiy deb qabul qilmang. 4. Noto'g'ri tushunish va suiiste'mol qilish. Ba'zi
Fuqarolar bu imtiyozni noto ag'ri tushunib o'zlariga tegishli bo'lmagan holda to'lovlarni amalga oshirmasliklari mumkin. Bu esa kelajakda katta qarzdorlikka va jarimalarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun imtiyozlarga kimlar haqli ekanligini aniq tushunib olish va agar shubhali vaziyat yuzaga kelsa mutaxassislardan maslahat olish juda muhimdir. 5. Vaqtinchalik yashash joyi. Agar siz vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan yoki hech qanday ro'yxatdan o'tmasdan ijarada yashayotgan bo'lsangiz, imtiyozlardan foydalanishda qo'shimcha hujjatlar talab etilishi mumkin. Bu holatda uy egasi bilan tuzilgan ijara shartnomasi va maxfiydan yashash joyi haqida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Shuni unutmangki, har bir holat individualdir. Shuning uchun har doim aniq ma'lumotni rasmiy manbalardan yoki vakolatli organlardan olish zarur. Amaliy maslahat, tomoshabin nima qilishi kerakligi haqida aniq qadamlar endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Bu kisovta ba imti itchiga sanatta satati farab karatar sarattar tatatan chijetotan samarali foydalanish uchun qanday aniq qadamlarni bosishingiz lozim? Birinchi qadam reyestrda borligingizni tekshirish. Agar siz ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilganligingizga ishonchingiz komil bo'lmasa yoki shubhali bo'lsangiz, darhol quyidagi usullardan biri orqali tekshiring. A. Online tekshirish. Davlat xizmatlari portalining MyGov.uz tegishli bo'limiga kiring. O'z shaxsiy kabinetingiz orqali yoki maxsus qidiruv bo'limidan o'z pasport ma'lumotlaringizni kiritib, reyestrda borligingizni aniqlashingiz mumkin. Bu eng tezkor va qulay usul. B. Davlat xizmatlari markaziga DXM borish. Agar internetdan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, yashash joyingizdagi eng yaqin DXM ga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasportingizni olib boring. U yerdagi sudimlar sizga reyestrda borligingizni tekshirishga yordam beradi. Mahalla fuqarolar yig'iniga MFI murojaat qilish. MFI raisi yoki ijtimoiy ishlar bo'yicha mas'ul shaxs ham sizga bu borada ma'lumot berishi mumkin. Pasportingizni unutmang. Ikkinchi qadam. Agar reyestrda bo'lmasangiz, darhol murojaat qilish. Agar tekshiruv natijasida siz reyestrda yo'q bo'lib chiqsangiz, lekin yuqorida keltirilgan mezonlarga daromadi past oila, boquvchisini yo'qotgan oila, nogironligi bor shaxs va hokazo to'liq javob bersangiz, siz zudlik bilan ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilish uchun ariza topshirishingiz kerak. Qayerga borish kerak? A. Davlat xizmatlari markaziga DXM. Bu ariza topshirish uchun asosiy va eng qulay joy. Har bir tuman va shaharda DXM filiallari mavjud. B. Online portal orqali my.gov.uz portali orqali ham elektron shaklda ariza topshirishingiz mumkin. Buning uchun elektron raqamli imzo ERI kerak bo'lishi mumkin. Agar eringiz bo'lmasa, DXM ga borish afzalroq. Qanday hujjatlar to'plash kerak? Hujjatlar ro'yxati sizning holatingizga qarab biroz farq qilishi mumkin, lekin asosiy hujjatlar quyidagilardir. Bir, pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat oilaning barcha voyaga yetgan a'zolari uchun. D. Oilaning tarkibi haqida ma'lumotnoma MFIdan olinadi. Tik. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Pat. Oilaning umumiy daromadlari haqidagi ma'lumotlar. Ish joyidan maosh haqida ma'lumotnoma so'nggi 12 oy uchun. Agar tadbirkor bo'lsa, davlat soliq organlaridan daromad haqida ma'lumotnoma. Agar ishsiz bo'lsa, bandlikka ko'maklashish markazidan ma'lumotnoma. Pensiya yoki nafaqa oluvchilar uchun tegishli idoradan ma'lumotnoma desatda boshqa daromad manbalari, ijara, yer uchastkasini ijaraga berishdan olingan daromad va haqi haqidagi tasdiqlovchi hujjatlar. 5. Nogironlikni tasdiqlovchi hujjat agar oilada nogironligi bor shaxs bo'lsa. 6. Boquvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi. 7. Bank hisob raqami rekvizitlari agar nafaqalar o'tkaziladigan bo'lsa. 8. Gaz va elektr energiyasi uchun so'nggi to'lov kvitansiyalari agar mavjud bo'lsa, bu sizning iste'molda ekanligingizni tasdiqlaydi. Nima yozish kerak?
DXM ga murojaat qilganingizda sizga standart shakldagi ariza blankasi taqdim etiladi. Siz uni diqqat bilan to'ldirishingiz va oilangizning ijtimoiy va moliyaviy ahvoli haqida to'liq va rost ma'lumotlarni kiritishingiz kerak. Ariza blankasining yuqori qismida odatda davlat xizmatlari markazining nomi va sizning murojaatingiz kimga yo'naltirilganligi yoziladi. Arizachi qatoriga vazifa ishingizni, pasport seriya va raqamingizni, yashash manzilingizni kiriting. Ariza matni bo'limida ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritishni so'rashingiz va oilangizning qisqacha ijtimoiy ahvolini, masalan, mening oilam daromadi past bo'lgan ko'p bo'lali oila hisoblanadi yoki men yolg'iz ona bo'lib boquvchisini yo'qotganman. Batafsil bayon etishingiz kerak. Taqdim etilayotgan hujjatlar ro'yxatini ilova qiling. Sana va imzo qo'ying. DXM iqtisodiy arizangizni qabul qilib, unga ro'yxatdan o'tkazilganlik raqamini beradi. Siz bu raqam orqali arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin. 3-qadam sabr qilish va natijani kutish. Arizangiz ko'rib chiqilgandan so'ng tegishli tekshiruvlar o'tkaziladi. Bu jarayon bir necha kun yoki hatto 2 haftagacha davom etishi mumkin. Agar sizning arizangiz qoniqtirilsa va siz reyestrga kiritilsangiz, sizga bu haqda xabar beriladi. Shundan so'ng aprel oyi uchun gaz va elektr energiyasi to'lovlari avtomatik ravishda qoplanadi. Agar siz allaqachon reyestrda bo'lsangiz, agar siz allaqachon ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan bo'lsangiz, unda sizga qo'shimcha hech qanday harakat qilish shart emas. Sizga aprel oyi uchun gaz va elektr energiyasi to'lovlari bo'yicha nol hisob varaqasi kelishi kerak. Agar hisob varaqasi kelmasa yoki to'lov talab qilinayotgan bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga karattaran taraka az ta'minot, elektr ta'minot yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib holatni aniqlashtiring. Ehtimol tizimda kichik texnik nosozlik yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar. Bugun biz juda muhim va dolzarb masalani muhokama qildik. Aprel oyida gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlardan ozod bo'lish imkoniyati bu davlat tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga ko'rsatilayotgan katta yordamdir. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun kimlar murojaat qilishi kerak, qanday hujjatlar kerak va qaysi qadamlarni bosish lozimligini batafsil tushuntirdim. Eslab qoling, bu imtiyoz barchaga emas, balki ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan yoki kiritilishi lozim bo'lgan oilalar uchundir. O'zingizning holatingizni tekshiring. Agar kerak bo'lsa, darhol murojaat qiling va bu yordamdan foydalaning. Hech bir inson energiya to'lovlari tufayli qiyinchilikka tushmasligi kerak. Ushbu ma'lumot siz uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Agar sizda savollar bo'lsa yoki o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va do'stlaringiz bilan bo'lishing. Kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha